Mana shu uchalasini bir xil olib boradigan bo'lsangiz, siz doim yosh ko'rinasiz, siz doim energichniy, motivatsion ayol bo'lib ko'rinasiz. Ayol kishi doim go'zallikka intiladi. Go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib yurishni xohlaydi. Plastik operatsiyadan keyin bo'ldi, men bo'yanmay yuraman yoki kosmetologga bormayman degan ayollar juda ham ko'p. Yo'q, bunaqa emas. Go'zallikni, chiroyni siz ovqatga o'xshatsangiz, plastik operatsiya unga masala. Ovqatga ta'm beradigan narsa kosmetologiya, stolga qo'yib o'sha xo'randani oldiga qo'yib beradigan narsa make-up, ya'ni o'sha go'zallik salonidagi stilistlar deydimi, o'sha make-up qiluvchilar. Dunyoga qaraydigan bo'lsangiz, даже yosh modellar ham make-up qilishadi. Bu operatsiyagacha bo'lsin, operatsiyadan keyin bo'lsin, albatta yilda 2-3 marta bu profilaktika uchun kosmetologga borib, qanaqadir vitaminlar, mezoterapiya bunaqa narsalarni olish, go'zal ko'rinishni xohlasa kosmetolog bilan birga ishlaydi. Plastik xirurgiya esa sizga yuzingizdagi formani chiqarib beradi. Ya'ni yoshligingizdagi forma, ya'ni cherta litsani chiqarib berishga zo'r. Umumiy go'zallikni beradigan narsa shu 3 ta narsa, ya'ni plastik xirurgiya, plastik operatsiya, undan keyin kosmetologiya va make-up. Mana shu uchalasini bir xil olib boradigan bo'lsangiz, siz doim yosh ko'rinasiz, siz doim energichniy, motivatsion ayol bo'lib ko'rinasiz.